navbatdagi kelinchagimizni zallariga shunaqa idealniy fasmon qilib berdik. İtalyanca model qilib berdik. Juda ham idealniy holatda chiqdi. Kirish qismiga esa shunaqa qanon parterimizdan, yon qismiga ham shunaqa qanon parter qilib berdik. Tepalariga shunaqa model qilib berdik. Chiroyli qilib, idealniy qilib ishlab berdik. Modelimizni eshik kirish qismimizga xalaqit qilmaslik uchun shunaqa ideal holatda ishlab berdik. Tul pardalarimizni ham shunaqa Swarovski, Tuvetskiy variantda chiroyli qilib ishlab berdik. İtalyanca modellarimizni ham shunaqa makron popilar bilan chiroyli qilib ishlab berdik. O'zingizlar ko'rib baho berishingiz mumkin. Juda ham ideal holatda chiqdi. Sizga shunaqa chiroyli ko'rkam pardalar kerak bo'lsa, albatta Bekzod dizayn pardalarga murojaat qilishingiz mumkin. Sizlarga chiroyli qilib, uyingizga mos qilib, dizayn qilib ishlab beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es?